Qizlar sevishganlar kuniga kecha erim olib bergan ko'ylakni kiyib ko'rsating degan esa kiyib ko'rsatyapman. Zaradan oldik. Hamma so'ragandi, qayerdan oldingiz deb. Kistalari bor. Har kun kiyishga bo'ladi. To'ylarga bo'lmasa ham har kun kiyishga zo'r lekin. Xuddi yubkaga o'xshab turadi, bu yeri shalpillab turar ekan. Yubkaga o'xshab, uzunligi ham ancha uzun ekan. Menga yoqdi. Yana bitta ko'ylak olib oldim. Asalchi. Bu ham yoqib qoldi lekin. Ba'zan topa olmayman. Shunaqa uzun ko'ylaklar yaxshi ko'raman bu yillar nimagadir. Bu ham xuddi shunaqa. Uzun ko'ylakcha, lekin kistasi yo'q, oldi tugmali, asalcha bu ham. Etagiga ancha material ketgan, zo'r. Zaraniki. Keyin shu ko'z atrofiga, ajinlarga shu krem oldim. Keyin bu allik. Quyosh vaqti ko'zimizni shunday qilib yuramiz-ku. O'sha vaqti ajin bo'lmasligi uchun ham namlantirib turar ekan bu krem. Avokadoniki ekan. Yaxshi. Keyin shu. Buni boshqa rangini ham olgandim. Bunaqa bu allik surasiz. Qizartiradi o'sha taraf. Bu ham yaxshi. Ikki tarafini ham bir xil bo'lsin. Mana bo'ldi. Zaradan olgan eng yaxshi koftamga ovqat to'kib qo'ydim. To'g'rirog'i o'g'lim itarvardi. Yog'li ovqat. Endi buni hozir chiqartamiz. Sapirishga qarang, talaganchani olasiz. O'sha dog' ustiga bir qoshiqdek babi to'kasiz. Bir qoshiq yetar. Endi qaynoq suvingizni olasiz. To'kasiz. Hozir ko'p vijillab qaynab ketadi. Mana o'sha boshladi. Pishillab. Dog'larni ketkizishda eng ko'p yordam bergan narsa bu. Mana rangini qarang qanday chiqayapti. Suv juda ham issiq. Qarang, faqatgina 2 minut kutdim. Yog'i pastga tushib qoldi. Suvning rangini qarang endi. Ko'rdingizmi? Yog'li kiyimlar birinchi shunaqa qilib yuvib olmasangiz kirmoshni chiqarib bermaydi qizlar. Bavidan olsangiz zo'r bo'ladi lekin. Ko'rdingizmi qanday top-toza bo'ldi. Bu foydali bilgina hammaga yuvib qo'yishni unutmang.